29-oktyabr Buyaq Saxtiyan Maksim Gorkiy maktabning yan boshida navbatdagi obyektini chiqibdi. Tak mana mida Rayhan nom bor ekan. Lenin tog' sentralniy ko'cha. Navbatdagi obyektimiz tak 11 metrga 8 pilot uchish qilib 128. 11 ga 8, ana yoqda 5 metr xotam bor ekan. Jami 128 kvadrat, $22.500, so'mga chiqsaq 270 million so'm. İçine ko'rsatib o'tamiz. Sentral yo'lning bo'yida joylashgan. Mana sentral yo'l bilan. Tak, pollangan. Bu yerimiz turar etilgan 100% dokumenti. Bu yoqda yana bir zali, g'allar to'shalgan. Bu yoqimizning dalan qismi desak ham bo'ladi. Liboy biznesga men uy joy etsangiz ham bo'ladi. Kichikroq demasangiz normal degan. 128 kvadrat bir dom deganda gapda. İçindagi barcha jihozlar qoladi. Arka tarafı arkasından 5 metrga 8 metr xoti bor mana. Kuzatib bersangizlar. Telefonlarda qoldiramiz. Lenin kolxozda Gurlanda zo'r mesda joylashgan $22.500, 270 million so'm. Endi biznes etsangiz menimcha yomon vaja emas. Boshqa qolib ketgan savol javob bo'lsa, kommentariy yozasiz, televidasiz, bemalol murojaat savollarga javob beramiz.